rangi tiniq, qoshi bir tekisda keladi va pomidor juda qattiq. Endi xap bo'lmaysizlar mana bunaqa qilib ko'rsatib beramiz mana. Mana pomidorga hech narsa qilmaydi mana. Hech qanaqa mana artib qo'yaman mana. Pomidorda hech qanaqa muammo yo'q. Voy mashalloh, juda ham go'zal, juda ham qattiq mana pomidor. Qon qizil bo'ladi, rang juda ham qattiq. Hali bu yana rang beradi o'ziga. Siz o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rsating, ko'proq ertaga sizga dehqonlar kelishadi. Mana qarang. Haqiqiy rang beradi o'ziga yana, mana ko'rasizmi mana? Mana. Mana. Mana qara. Mana pomidorni qara mana. Qalay rang kelishi. Hosilni qaranglar. Hosil doda inshaalloh faqat buni bitta yo'li bor ekanki, faqat yengil sug'orish kerak ekan. Yengil. Yengil. Shunaqa. Oyoqlantirib boylasangiz, kasallik kelmas ekan. Mana. Har bir joyini qatini ochib ko'rmasangiz, farqi yo'q. Hamma yoq hosilga bijillayapti. Qarang. To'la hosil. Inshaalloh bu pomidorimiz ham bu yil o'zini chempionligini ko'rsatdi. Xudo xolisi ko'rsatdi. Natijalari zo'r. Ko'rsatdi mana. Mashalloh, mashalloh. Juda ham go'zal.